Oyijon sovunni ikkiga bo'lib qo'ydilarmi? Hozirgina bus-butun olib kirgandim-u. Tavba. Ha? Kelin? Nima deyapsiz? Oyijon. O'sha sovunni men bo'lib qo'ydim. Ikkiga bo'lib, bittasini bu vannaga qo'ydim, ikkinchisini narigi vannaga qo'ydim. Har doim sizga reja qilishni o'rganing deb takror aytyapman. Hech qulog'ingizga olmayapsiz. Oyijon, men qo'l yuvishga sarpamdagi sovunlardan olib kirib qo'ygandim. Men ularni olib qo'ydim. Kerak vaqtda o'zim olib beraman. Xo'pmi, hozircha kir sovunlardan foydalanib turing. Voy tavba, qanaqa oilaga kelin bo'lib qoldim? Sovunni ham ikkiga bo'lib qo'yadimi? Xayol surmang. Tez ishingizni qiling. Tezda yuvib, yoyib, orqamdan chiqing, men ovqatga urinib turaman. Xo'p, oyijon. Bo'lib qoling. Nimalar bo'lyapti? Men shu hayotni orzu qilib turmush qurganmidim? Yana boy oilamish. Qaynanam uchiga chiqqan qurumsoq ziqna-ku.